Ogoh bo'ling, jiddiy xabar tarqaldi. Prezidentning ahvoli shu qadar og'irmi yoki bu yolg'on? Bu haqida batafsil video davomida bilib olasiz. 3-5 kanaliga obuna bo'lishni va bizni kuzatishni davom ettiring. Barcha uchun muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab taqdim etib borishda davom etamiz. Turkiya aloqa boshqarmasi huzuridagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'anning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi da'volar haqida gapirdi. Markazga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar, xususan YouTube kanallarda prezident sog'lig'i yaxshi emasligi haqida xabarlar tarqaldi. YouTube'dagi kanal orqali prezidentimizning sog'lig'i bilan bog'liq asossiz da'volar ilgari surilgan. Bu da'volar nafaqat yolg'on, balki prezidentlik institutini nishonga olgan va haqoratli mazmunga ega deya rasmiy bayonotda bayonot berdi. Qo'shimcha qilinishicha, Erdo'g'anning ahvoli yaxshi, u o'z vazifasini bajarishda davom etmoqda. Shuningdek, dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi Erdo'g'anning sog'lig'i va xotirasi yaxshi ekanligi, uning bardavom holati, qarorlar qabul qilayotganligi hamda shu haqidagi ma'lumotlar bildirilgan. Eslatib o'tamiz, 2023-yilda jonli efir paytida Turkiya rahbarining ahvoli yomonlashganda, shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlar va ba'zi ommaviy axborot vositalarida Erdo'g'an miokard infarktini boshdan o'tkazgani haqida xabarlar tarqaldi. Rasmiy Anqara esa bunday xabarlarni rad etdi. Oradan qisqa vaqt o'tgach, Erdo'g'an sog'lig'i yomonlashganligi haqidagi mish-mishlardan so'ng Oq uy atom elektr stansiyasining yadroviy yoqilg'i yetkazib berish marosimida onlayn ishtirok etgandi.